Excelda biza a, harflarni, ya'ni o'sha matnlarni hamma harflarni katta harfga o'girish yoki hamma harflarni kichkina harfga o'girish yoki bo'lmasam birinchi harfini bosh harfga o'girish, rem raqamlari bilan ishlash, yana boshqa mavzularni ko'rib o'tamiz. Birinchi navbatda men ism familiya yozib olaman. Masalan, men Husan Mo'minov deb yozdim. Husan Mo'minov deb yozdim. Hop, buni ikkalasi chiqib ketdi. Endi biza chiqib ketayotganini to'g'irlab qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. A bilan B ni ustiga olib keldim. Ya'ni A bilan B ustuniga olib keldimda, o'rtasidagi chizig'iga olib kelib oldim. O'rtasidagi chizig'iga olib kelsam, ham chapga, ham o'ngga qaragan strelka paydo bo'lar ekan. Mishkani chap tugmasini 2 marta bosish orqali, tez bosish orqali A ustunimizdagi ma'lumotni to'liq chiqarib berar ekan. B ustuniga o'tkazib qo'ymas ekan. Hop, endi biza katta harflarga o'girishni ko'rib o'tamiz. Barobar qo'yayapman. Mana barobar qo'ydimda, hamma harflarni katta harfga o'girishim kerak. Ya'ni men buning uchun rus tiliga o'girishim kerak bo'lardi. Rus tiliga o'girishim kerak. Hop, buning uchun men barobar qildim. dedim. Propisin, mana propisin turibdi. Bu propisin bu yoqqa ham yozib qo'ygan. Mana hamma harflarni katta harfga o'girib berar ekan. Mishkani chap tugmasini 2 marta bosib yubordim. Shu propisinni ustiga olib kelib 2 marta bosib yubordim. Mana propisin chiqdi. Bu yoqqa biz mana shu ism familiyani ustiga olib keldim. Mishkanni strelkasini olib keldim. Mishkani chap tugmasini bosdim. Enterni bosib yubordim. Mana bunda katta harflar bilan hammasini shu chiqarib beryapti. Bu propisin edi. Yana bitta usuli bor. Hamma harflarni katta harfga o'girish. Masalan, men buni bitta nusxalab oldim. Masalan, buni men kichkina harf bilan M qo'yib qo'ydim. Bu yoqqa kichkina harf bilan H qo'yib qo'ydim. Xo'p, endi hamma o'sha ism familiyani faqatgina bosh harfini, umuman o'zi matnlarni, tekstlarni birinchi harfini bosh harfga aylantirib qo'yish. Masalan, kichkina harfda turibdi, biz uni bosh harfga o'girib qo'yishimiz kerak ekan. Barobar qilib olaman. Buning uchun men prop nach, mana prop nach degani birinchi harfini katta harfga o'girib qo'yadi. Har bitta so'zni bitta harfini katta harfga o'girib qo'yadi. Prop nachni bosdim. A ustunimizdagi hozirgina kopiya qilib olgan Husan Mo'minov degan so'zni ustiga olib keldim. Mishkani chap tugmasini bosdim. Enterni bosib yubordim. Mana xuddi menga o'xshagan qilib Husan Mo'minov qilib katta harflar bilan o'sha birinchi bosh harfini katta harfga o'girib berdi. Endi biza xo'p, hamma harflarni katta harfga o'girmoqchimiz. Masalan, men hozir bu yoqqa mana Mo'minovni yozib oldim. Katta harflarga yozib oldim. Endi biza bu katta harflarni hamma harflarni kichkina harfga o'girib qo'ymoqchimiz. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Barobar qo'yibman. str deb yozsam, mana strochin degan formula. Bu hamma harflarni kichkina harfga o'girib beradi. Mishkanni strelkasini o'sha strochin degan pastiga yozuvga olib keldim. Mishkani chap tugmasini 2 marta bosib yubordim. Mana strochin chiqdi. Endi men mana shu o'zim hozirgina yozib o'tgan Husan Mo'minov degan so'zni ustiga mishkanni olib keldim. Mishkan chap tugmasini bosdim. Enter tugmasini bosib yubordim. Mana hamma harflarni kichkina harfga o'girib berdi.
xuddi bunga o'xshagan qilib kichkina harflarga o'girib berdi. Endi biza rim raqamlarini ham bir ko'rib o'tishimiz kerak bo'lar ekan. Xo'p, rim raqamlar qanaqa bo'ladi? Masalan, men rim raqamlarda bu yoqqa yozib qo'yib, mana tagiga yozib qo'ya qolaylik. Rim raqamlarida xo'p, bu yoqqa men 1, masalan 10 qilib yozishim mumkin. Masalan 20 yoki 21. Masalan, o'sha aqlim kelgan o'sha raqamlarni yozib qo'ydim. Xo'p, endi bu yoqqa biza rim raqamini yozishimiz kerak ekan. Masalan, men barobar qo'yib oldim. Bu yoqqa rim deb yozsak, rimskiy degan rim o'sha raqamiga o'girib beradigan formulamiz chiqdi. Mishkamni strelkasini olib keldim. Rim degan o'sha rimskiy degan formulani ustiga olib keldim. Mishkani chap tugmasini 2 marta tez bosib yubordim. Manda rimskiy degan o'sha formula paydo bo'ldi. Birni ustiga olib keldim. Mishkani chap tugmasini bosdim, enter bosib yubordim. Mana menda 1. Xo'p, ikkinchisi masalan barobar qilib men rim deb yozdim, rimskiy deb. Mishkani olib keldim, yana xuddi shunaqa qilib mishkani chap tugmasini bosib oldim, 10 ni ustiga olib keldim, mishkani chap tugmasini bosdim, mana enter bosdim, mana menda 10 paydo bo'ldi. Yoki bu yerda raqam bo'lmasa nima bo'ladi? Masalan, barobar qildim, rimskiy deb yozyapman, mana rimskiy, mishkani chap tugmasini bosib oldim. Masalan, men bu yoqqa buni qo'yib qo'yishim mumkin bo'lar ekan, yoki bo'lmasam men bu yoqqa 20 yoki 21 deb yozib qo'yishim mumkin. Mana 20. Xo'p, rim raqamlarini mana shunaqa qilib yozib olishingiz mumkin. Masalan, rimskiy qilib bu yoqqa 21 qo'yib yoki qo'ymasdan turib men 21 yoki 30 yoki 25 qilib qo'yishim mumkin. Mana o'zim qo'lim bilan yozyapman 25 qilib. Bunaqa yo'l bilan ham amalga oshirishimiz mumkin ekan. Xo'p, mana bu propisan, propnach yoki bo'lmasam strochen degan. Bularni yana boshqa usul bilan ham ishlashimiz mumkin. Masalan, men bu yerda barobar qo'yyapman-da. Xo'p, birinchisi biza propnach ishlatdik. Propnach. Masalan, men bu yoqqa yozyapman. Propnach. Mana propnachni ustiga olib keldim. Mishkani chap tugmasini bosib yubordim. Chap tugmasini bosdim-da, bu yoqqa bu masalan alohida bu yoqqa masalan ism yozsangiz yozmasangiz bu yoqqa o'zingiz mustaqil harflarni katta harfga o'girishingiz mumkin ekan, yoki kichkina harfga yoki birinchi harfni katta harfga o'girishingiz mumkin ekan. Buning uchun men rus tilidan, rus klaviaturadan ingliz klaviaturaga olib o'tdim. Bu yerda endi shift bosib turibman-da. Qo'shtirnoni ochib qo'ydim. Shift bosib ruscha ni bossak, mana qo'shtirno ochilyapti. Bu yoqqa men masalan 90 deb yozdim. Yana endi qo'shtirnoni yopishimiz kerak bo'lar ekan. Shift bosib turibman-da. Ruscha harfini bossam, mana menda qo'shtirnoni yopib berdi. Enter bosib oldim. Menda hamma o'sha propnachda o'sha birinchi harfini katta harfga o'girib berdi. Mana bunga o'xshab katta harfini o'girib berdi. Xo'p, biza endi bu yoqqa ham xuddi shu narsa. Masalan, men birinchi rus tiliga o'girib olib, barobar qilib bunga propisan. Mana propisanni qo'yib, masalan shift 2 ni shiftni bosib turibman, 2 ni bosib yubordim. Bu yoqqa men endi masalan Olimov deb yozing. Shift 2 ni bosdim. Mana shiftni bosdim-da, 2 ni bosib oldim. Enter bosib yubordim. Mana menda hamma harflarni katta harfga o'girib berdi. Xo'p, keyin barobar qilib turib, bu yerdan endi biza hamma harflarni kichkina harfga o'girmoqchimiz. Str deb yozsak, mana strochen paydo bo'ldi.
strochinni bosib, 2 marta mishkani chap tugmasini 2 marta bosib oldimda, shift 2 ni bosdim. Strochinda qo'sh tirnoq paydo bo'ldi. Bu yoqqa men bu yozdim. Endi shift bosib 2 ni bosyapman, ya'ni qo'sh tirnoqni yopyapman. Nimaga yopyapman? Ochgandan keyin обязательно o'sha yopib qo'yish kerak bo'ladi, bo'lmasa formula ishlamaydi. Yopdim, enter bosib yubordim. Mana bunda hamma harflarni kichkina harfga o'girib berdi. Bu o'sha bu usul bilan foydalanishingiz mumkin. Masalan, men hozirgina mana bu ko'rsatib o'tdim. Ya'ni barobar qilib turib prop nach qilib, bu yerdan rus tiliga o'girib yoki ingliz alifbosiga o'girib qilishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa rus tilida o'zida ham shift bosib turib 5 bosib turib, bu yerda masalan shift bosib turib, keyin ismni yozib olasiz. Shift bosib 5 bosib olasiz, keyin ismni yozib olasiz. Undan keyin shift 5 yana bosib olasiz, keyin enter bosib olasiz. Mana birinchi harfini katta harfga o'girib berayotgan ekan. Bu bizga o'sha harflarni katta harfga o'girish yoki bo'lmasam faqatgina birinchi bosh harfini katta harfga o'sha birinchi harfini bosh harfga katta harfga o'girib berish yoki bo'lmasa hamma harflar katta harfga o'girilib qolgan bo'lsa kichkina harflarga o'girish uchun mana shunaqa formulalardan foydalanishimiz mumkin ekan. Bu juda ham kerak bo'ladigan narsalar. Men rim raqamlarini ham ishlatishni maslahat beraman. Juda ham kerak narsalar. Xo'p, bu usul bilan foydalanishingiz mana o'zingiz qo'lingiz bilan yozib qo'yishingiz mumkin bo'lar ekan. Bu o'sha bizga kerakli bo'lgan formula turlaridan foydalandik.